Assalomu alaykum. Hurmatli kanal muxlislari, qabulimdan qaynoq lavhalar ulashda davom etaman. Bugungi patsientkamiz nima shikoyatlar bilan keluvdingiz? Qo'lda allergiya, bosh og'riq, uyqusizlik, ich qotish. Aha. Yana ko'p Hazmsizlik, kekirish, kechasi o'z-o'zidan uyg'onib ketish. O'shalar bor edi. Bor edi. To'g'ri. Kelganingizdan keyin tahlillar topshirtirganman, to'g'rimi? Azizlar, mana tahlillari qalqonsimon bezda, mana subklinik gipotireoz. Xo'p, jigar detokslari yaxshi, lekin har doim birga ALT dan AST past bo'lish kerak. Bu ham organizmda o'zgarish bildiradi. Bularda ALT past, asab baland, aksincha teskari bo'lish kerak. Surunkali yallig'lanish insulin resistentnessni bildiradi. Qizil holchalar ham bor edi. Mochevina yaxshi, qaranglar. Mochevina baland bo'lgani yaxshi, past bo'lgandan. Mochevinaning balandligi jigar yaxshi ishlayapti. To'g'ri, yuklama, lekin yaxshi ishlayapti deymiz. Past mochevinadan baland mochevina yaxshi. S-reaktiv belok baland, remofaktor baland, demak sistemli vоспаление. Gamma-sistem qaranglar baland. Belok nimaga so'roq qo'yganman? Bu yallig'lanish hisobiga chiqayotgan belok hisoblanadi. Axlatda mana oshqozon osti bezi yaxshi emas, o't qopi yaxshi emas, kandida, bakteriya, lam bilan mana virus nagruzka, mana Epstein-Barr chiqqan. Xo'p, kalprotektin baland, mana ichak o'tkazuvchilari juda ham ortib ketgan. Vitamin D yaxshi, ferritin past, temir tanqisligi holati bemorimizda. Mana o't qopini surunkali xolesistit berilgan va jigarda nimada qalqonsimon bezda diffuz o'zgarishlar deb berilgan. Va shularga asoslanib bemorimizga birinchi tashxis sibir parazitoz, virusli yuklama, etyroz, gamma-sistemiyemiya, ichak o'tkazishi ortishi deb turib, birinchi etap lecheniyada faqatgina nima qilganmiz? Ichak o'tkazuvchaligi bilan ishlaganmiz, to'g'rimi? Aytganman, ichak o'tkazuvchaligi yaxshi bo'lsa, keyin parazit, undan keyin kandida, undan keyin virus nagruzkaga navbat keladi deganmiz. Mana alhamdulillah 60 nechamidi? 65 ida mana 41.5 ga tushgan kalprotektin. Demak, ichakda yallig'lanish ancha pasaygan. Xo'p, bunga qanaqa qilib erishdik? Xo'p, qo'lingizni ham bitta ko'rsatingda qanaqa edi birinchi? Buyog'larda qizarib, mana bu joylarda, mana bu yerda shundoq yallig'lanib va qicharmidi bu? Qichib nima asab ketaverdi. Hozir yo'q, xudoga shukr, kamayib, уже почти yo'q, dog'lari qolgan o'zigina. Nima deb o'ylaysiz? Men kandidaga lecheniya qildimmi? Yo'q, albatta qilmagan ekansiz. Xo'p, nima oziq-ovqatlaringizdan qanaqa o'zgarish kiritdingiz? Oziq-ovqatlarimda shirinlik chiqarib tashladim, nonni umuman chiqarib tashladim. Keyin ko'proq o'tli mahsulotlarni qo'shdim, rukkola, selder, suv, mana keyin siz bergan Imon 19 bor-ku, o'shani tindirmasdan ichdim, qalampir munchoq tamlab. Keyin shunaqa beloklar qo'shdim, go'sht, tuxum. Qiyinmas ekanmi? Yo'q, qiyinmas ekan. Nima o'zgarishlar bo'ldi endi? Keyin o'sha o'zgarishga kelsak, ovqat hazmsizlik bor edi menda. O'shanga mana har o'sha ovqatlanish vaqti kelganda o'sha ochlikni his qiladigan bo'ldim. Eng asosiysi shu. Ertalab turganda och bo'lib turadigan bo'ldim. Obedga yaqin och bo'laman, kechga yaqin och bo'ladi. Bosh og'riq qalay bo'lyapti? Bosh og'riq, to'g'risini aytsam, через man paracetamol ichardim, tetramol ichardim. Bu ham jigar detoksini вообще buzib yuboradi, glutationni pasaytirib yuboradi. Mana cherizin juda ko'p-da bu. Ichardim, hamma gapirardi, lekin bosh og'riqqa chidolmasim, bolalarim bor. Keyin mana 40 kun bo'ldim, 40 kun ichida 2 marta ichdim. Chunki to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi, magnit bo'ldi-yu kuchli. O'shanda ichdim. Atak yaxshi. Men shunchaki ichak o'tkazishni yaxshilaganman xolos. Demak, bundan xulosa qilamizki, birinchi o'rinda odam nimaga e'tibor berish kerak ekan? To'g'ri ovqatlanishiga. Barakalla, sog'lom turmush tarziga, to'g'rimi? Ham yana men aytganingizdek fizik aktiv bo'lib boshladim. Ertalab chiqib yurish boshladim. Men 5000 tashak. Yaxshi. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz shunda? Ajoyib, to'g'risi ko'z temasi. Kayfiyat. Chunki kayfiyat ko'tariladi rostdan. Chunki harakat qilgan sari organizm modda almashuvi kuchayadi va endorfinlar o'zi ishlab chiqarishni boshlaydi.
Shuning uchun har doim sog'lom turmush tarzi, sitayzarian doim qilinglar deymiz. Hayotingizda tatbiqi mana 1 oy bo'libdi xolos, to'g'rimi? Sizda qancha o'zgarish? Hali men kandidani virus nagusdan davolaganim yo'q. Ham yana mencha obedda uxlab tursam boshim og'riydi. Erta turganim uchun, yurib kelganim uchun obedda charchab uxlab, yana kechqurun yaxshi uxlayman. Uxlayapsiz. Mashalloh. Aziz, hurmatli kanal muxlislariga nima o'zingiz tavsiyangiz bor? Gulbahora oldiga kelinglar. Kasal bo'lsanglar. Reklama-yu, dahshat reklama. Qo'rqmanglar, urishmas ekanlar. Men qo'rqib kelgandim darslarni eshitib. Ajoyib, Xudoga shukr, borisiga shukr. Kelinglar Zaytumedga, Gulbahora oldiga kelinglar. Rahmat. Azizlar, mayli sizlarda ham shunaqa shikoyatlar bo'lsa, mayli meni oldimga emas, preventiv yaxshi kurashni oldiga boringlar. Sog' bo'linglar.